Hali bunaqasi Termizda ayollar va qizlar uchun bo'lmagan. Turk Global Center ayollar va qizlar uchun go'zallik, sog'lomlik va uyg'unlik markazi. Bugun yangi ochilgan Turk Global Centerga tashrif buyurdim. Bu yerda go'zallik va sog'lom hayot uyg'unlashgan. Fitness, zumba, yoga, ayollar va qizlar uchun maxsus zal, professional trenerlar, maxsus fit menyu va ozdiruvchi parhezlar bilan orzungizdagi natijaga erishing. Go'zallik xizmatlari, manikyur, pedikyur, kosmetolog va dermatolog xizmatlari, barcha turdagi zamonaviy apparatlar yordamida muolajalar, maxsus soch uchun spa apparati, sochlar holati tahlil qilinadi va sizga yordam beriladi. Undan tashqari, bioorganik mahsulotlar yordamida individual parvarish yuzingizga va sochingizga tanlanadi. Qolaversa-chi, bu yerda Turkiya texnologiya asosi bo'yicha barcha laboratoriya tekshiruvlari mavjud. Shuningdek, klinikada pediatr, UZI, ginekologiya, terapevt, nefrolog vrachlarimiz bor. Manzil temir yo'l vokzali yonida joylashgan. Turk Global Center. Sog'ligingizni va go'zalligingizni faqat bizga ishoning.